Klientim 55 yildan beri yashashadi eri bilan. Chog'li magazinga chiqib ketgan edi. Keyin bir paytda chog'lini eshigini ochganini eshitdik-da, "To'y dabuychik prishol" deb aytibdi-da. Demasa ikkalasiga ham 78 yoshdan bor menimcha. Bir pasda xotini yugurib kelib, "Voy, mani jonim keldi" deb erkalab yotibdi-da ruschasiga. Kampiri "Charchamasdan keldingmi?" desa, chog'li ham "Yomg'irlarda ko'tarib keldim sanutchi mana shularni. Mana qara nimalar olib keldim" deb voy ularni gaplashishlarini ko'rib dugonam bilan bir-birimizga bunday qarab qo'yamiz-ku, anaqa gaplashish kerak, anaqa kutib olish kerak erdi deb. Haligacha sevgisi o'lmaganda, bilinib turadi prям yonidagi odamga borku. Bir xillar aytadi-ku, keyinchalik sevgi o'ladi deb. Menimcha naborat yildan yilga odam bir-biriga bog'lanib borishsa kerak-da. Cholini aytishi bo'yicha biron marta men kampirimga xiyonat qilmaganman deb aytdi. Xotini ham kulib turibdi. "Ha, sen meni aqlligimsan-da" deb. Biz har doimgidek dugonam bir-birimizga qarab, ana deb balkonidagi vidni qaranglar. Bilmayman shu devorga kimlar shunaqa qilib chizar ekan, lekin rosa chiroyli ko'rinadi, menga yoqadi. Bitta klientimni uy zakazga qarab ketayotganimda domini polностью tepasidan pastigacha shunaqa chiroyli qilib chizib chiqishganda, bilmadim, unda qanaqadir bir kranda turib chizishgan bo'lsa kerak-da. Aytgancha o'tgan yili shu klientimni choli yiqilib oyog'ini sindirib qo'ygandi-da. Hozir qanaqadir temirli bir narsa qo'ygan oyog'ini ichiga protezga o'xshatib. O'sha paytda endi xotinini qarashini ko'rsalaring, dedim, siz bu qarashingizda, siz bu mehringizda oyoqqa turib yugurib ketadi degandim. Haqiqatan ham shunday-da. Menimcha ad dushi mehr berilgandan keyin любой odam oyoqqa turib yugurib ketsa kerak-da. Biz esa zakazdan chiqib choy ichishga kirdik. Klientim menga shunaqa chiroyli o'qloq sovg'a qilib jo'natib yuboribdi. Rahmat, katta xursand bo'ldim. Endi xamirni qiynalmasam bemalol yoyaman-da. Uyga kelishim bilan 5 barmoqqa urinib ketdim. Qani bir hunarlaringizni ko'raychi deb o'qloqlarni aylantirib, xamirlarni yoyib tashladim. Men bu yoqda xamirlarni yoygunimcha, pishirgunimcha xo'jayinim shunaqa chiroyli qilib bezatib turdilar. Har doim aytaman, meni auditoriyam eng quvnoq, eng yaxshi auditoriya deb yoqqan bo'lsa, like, podpiska bosib qo'yinglar, xursand bo'laman. Videoga sig'may qolgan joylarini esa istoriyaga qo'yib boraman. Istoriyada ham meni kuzatib boringlar.